Shaffof qurilish tizimidagi qurilish resurslari milliy klassifikator platformasi orqali qurilish materiallarining MIHIK kodlarini aniqlash yoki yangi MIHIK olish imkoniyati mavjud. Buning uchun qurilish mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yoki yetkazib beruvchilar ushbu saytdagi shaxsiy kabinetga kirib, MIHIK so'rovi yuborish, undan so'ng yangi MIHIK olish yoki MIHIKni aniqlash menyusini tanlaydi. Har ikkala holatda ham mahsulot ma'lumotlari bir xil shakllantiriladi. Dastlab foydalanuvchi o'zining maqomini, ya'ni qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi yoki yetkazib beruvchi ekanini belgilaydi. Shuningdek, mahsulot sertifikatlangan yoki sertifikatlash talab etilmasligini ham ko'rsatadi. Keyingi bosqichda qurilish materialining to'liq nomi, tavsifi, tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasi kodi, ishlab chiqaruvchining muvofiqlik sertifikati raqami, mahsulot standart raqami hamda o'lchov birligi yozilib, 3 tomonlama rasm va muvofiqlik sertifikati yuklanadi. Endi aloqa uchun telefon raqamlari kiritilib, so'rov yakunlanadi. Agar bir nechta mahsulot bo'yicha murojaat yuborish zarur bo'lsa, qator qo'shish tugmasi bosiladi. Yuborilgan so'rovlar 3 ish kunidan 6 ish kunigacha ko'rib chiqilib, javob taqdim etiladi.